Go'zal diyorimiz mustaqilligining 35 yilligi uchun O'zbekistonim, yurtim mustaqillik to'ying muborak. 35 yoshing baxting muborak. Dunyo tanidi seni o'z yo'ling bilan, porloq kelajakka shashting muborak. Maqsadlaring ulug', niyatlaring keng. Prezidentim senga yo'l boshlovchi, xalqing oliyjanob, ahding mustahkam, birdamliging mangulik quyoshi. Vatan desa jonin berguvchi, mardu jasur harbiylaring bor. El yurt uchun qalqon bo'lguvchi, kuchli dovyurak o'g'lonlaring bor. Sen erishding yuksak cho'qqilarga, dunyo nigohida e'tirof topding. Butun koinotga taralib noming, insoniyat qalbida mehr qozonding. Tarixiy maskanlar bebaho meros, har birida yashaydi ajdodlar ruhi. Samarqand, Namangan, jamiki go'shang, tobora oshirar shuhrating shoning. Buyuk alloma Beruniy, Ibn Sinolar, Temur, Ulug'bek, o'chmas siymolar. Faxrdir nomlari tarixda mangu, ilmu jasoratda yorqin mayoqlar. Ko'p asrlik orzular ushaldi yilma-yil, yangi marralar sari bormoqdasan dadil. Bugundan ham go'zal bo'lsin ertang, O'zbekiston iftixoru g'ururimsan bil. Yurtim mustaqillik to'ying muborak. 35 yoshing baxting muborak. Tinchligu obodliging bo'lsin bardavom, O'zbekistonim istiqloling muborak. Muallif Rahbarxon Muydinova.